Men Jizzaxdanman. Shu jigar gepatit B+D bilan kelgandik. Qorinda dam, bosh og'rig'i, rangli sarg'aygan, bilirubinim baland chiqdi. AIDS degan analizni olishdi, u ham baland chiqdi. Hozirda ancha yaxshiman, yengilman. Qorin sohasida damlar yo'q. Menga Muhayyo Bayuna qarashyapti, Malika Bayuna ham qarashyaptilar, rahmat borlariga shukr. Boshqa navbatchi doktorlar ham birdek kelib, hol-ahvol so'rab, kuniga 3 mahal nima bo'lyapti, qayerga og'riyapti, nima muammoyim bor deb so'raydilar. Klinika zo'r, sherdan kelib shifo topdik. Qilib ko'p yillar aqqa-baqqa boshqa doktorxonalarga bordik, hech davosini topolmay, sherga kelib ancha o'zimizga ishonch uyg'ondi. Biz Jizzaxda davolandik, keyin virsologiya institutiga unaqa topolmay kelgandik. Davo topolmay virsologiya instituti buyoqqa biz Vibraskaga jo'natdi, sherda 2 yildan beri sherga qatnaymiz. Yaxshi, Allohga shukr. Shu qilib